Assalomu alaykum qadrli saboqdoshlar, yaxshimisizlar? Bir saboqdosh mundaq bir savol so'ragan. Ingliz tilida qanchalik so'z bilganda yaxshi saviyaga yetkili bo'ldi va shundaqla TOEFL qatorliq ingliz til imtihonlarida yaxshi natijaga erishgili bo'ladi deb so'ragan. Odatda normal, ya'ni odatdagi bir yosh 20 yosh 25 yosh atrofidagi oliy maktabni bitirgan odatdagi bir yosh ona tilini ingliz tili sifatida so'zlaydigan bir yosh 40 ming atrofida so'zlik biladi. Endi oliy maktabni bitirmagan, lekin normal bir saviyadagi, masalan, o'rta maktabni bitirgan yoki shu atrofdagi bir ingliz tili so'zligicha yoki ingliz tilini ona tili qilib so'zligicha 20 ming atrofida so'zlik bildiganligi bu statistikalarda hamma kishi nurg'unlarga ma'lumlik bir reallik. Endi lekin buning ichida shu ingliz tilida normal kundalik aloqa, xizmat, turmush va hokazo normal bir yashashda daim ishlatiladigan so'zlik qanchalik atrofida bo'lsa bo'ldi degan nuqtaga kelsak 5000 atrofida so'zlik yetarli bo'lgan bo'ladi. Endi TOEFL degan imtihon, ya'ni bu TOEFL degan imtihonninki inglizcha to'liq atalishi Test of English as a Foreign Language, ya'ni ingliz tilini chet el tili sifatida o'rganuvchilarning beradigan ingliz tili imtihoni. Bu imtihon normalda Amerika, Kanada qatorliq ingliz tili ma'rifi davlatlarda o'qish uchun, ya'ni shu davlatlarning oliy maktablarida o'qish uchun til saviyasini yoki til o'tkilidan o'tish uchun til saviyasining qanday ekanligini ko'rsatish uchun beradigan bir imtihon, til saviya imtihoni, ingliz tili imtihoni. Bu imtihonninki talabidan qilib aytganda odatda normalda 6-7 mingdan toki 12 mingga qadar so'zlik bilgan bir kishi xeyli ko'p nurg'unlagan oliy maktablarning numersizligiga yetkidak saviyada shu imtihonni berib, shu imtihonda shunday natijaga erisha oladi deb qaraymiz. Shuningga ingliz tili o'rganuvchilarga men qanchalik so'zlik bilsam bo'ladi degan bu savolga tovan bo'lganda 5000, yuqori bo'lganda 50 mingga qadar so'zlik o'rgansangiz bo'ladi. Endi shu yaqinqi nurg'un statistikalik tekshirishlarda ma'lum bo'lishicha odatda yaxshi oliy maktablarda yaxshi o'qigan, yaxshi ma'rif yuz ko'rgan kishilar 40 mingdan 42 minggacha, ya'ni yosh kishi shunchalik so'zlik biladi deb qaraldi. Endi uningdan keyingi so'zligi odatda shu masalan 20 yoshlik bir kishini 40 ming so'zlik biladi deb qarasak, toki 60 yoshga kirgichilik u kishiningki so'zligi 50 mingga yetishi mumkin deb qaraldi. Ya'ni odatda bir 2 kunda birdan so'zlik qo'shilib mangdi, ya'ni biladigan so'zlik, ya'ni yangi so'z o'rganishni davom qiladi deb qaratilgan. Shunga saboqdoshlarga deydigan tavsiyalarim ingliz tili o'rganganda so'zlikninki albatta cheki yo'q, lekin 5000 dan toki 50 mingga qadar so'zlikni bilsak, biz o'xshamagan saviyada, o'xshamagan doirada ingliz tilini rohatlik ishlata oladigan, qo'llana oladigan saviyaga yetamiz deb tushunsak bo'ladi. Yana bir saboqdosh shu ingliz tili so'zlarning o'qilishi haqida azroq to'xtalib bergan bo'lsangiz, chunki ba'zi so'zlar o'zi yozilgandek talaffuz qilinmaydi ekan, shunday o'qilmaydi ekan, buni bir qiynaldi ekanmiz deb. Ingliz tili bu harf tovushlar bo'yicha agishib o'qiladigan til emas. Ya'ni siz yozgan harflarningki talaffuzi boshqa.
ya'ni harflar to'pining talaffuzi boshqa, ya'ni so'zlarning o'qilishi siz o'rgangan harflar bo'yicha bo'lmaydi. Ya'ni shuni asos qilgan bo'lsa-mu ko'pincha vaqtlarda. Buni qanday o'rganasiz deganda, albatta uning qanday o'qilishining qoidalari bor. U bu yerda so'zlasak gap intayin uzrab ketadi. Eng yaxshisi siz hozir internet to'ri intayin yaxshi bo'lib ketdi. Masalan, shu YouTube kanaliga shu so'zni kirgizsangizmi, shu so'zni qanday talaffuz qilishni o'qib beradigan nurg'un kanallar bor. Uningdan boshqa lug'at, tor lug'ati. Tor lug'ati masalan Google'ni ochibla shu so'zni kirgizsangiz, shu so'zning inglizcha tarjimasi, ya'ni inglizcha yechimi, shundaqla shu so'zningki inglizcha talaffuzini berdi. Shu talaffuzini anglab, o'zingizning talaffuzingiz bilan selishtirib ko'rsangiz va shu talaffuzni o'rgansangiz bo'ldi. Hozirgi eng yenik, to'g'ri qiladigan usul shu. Endi sizning saviyangiz ma'lum bir darajaga yetgan vaqtda siz tabiiy holda deganim siz o'ginib manga vaqtingizda qaysi harflar to'plamining, ya'ni qaysi bo'g'imning qanday talaffuz qilinadiganligi, qaysi harflar bir yerga kelsa, ko'pincha vaqtlarda qanday o'qiladiganligini tabiiyla bilib ketasiz. Uning oldida qanday qilsiz? Albatta lug'atdan foydalanasiz. Menmi ingliz tili o'rganish jarayonida doim ham yenimda lug'at bor. Lug'atning bir foydali yeri nima deganda, so'zlikni berdi, uning yanida uning o'qilish usuli bo'ladi. Shu o'qilish usulini bilishingiz kerak. Ya'ni tovushlar berilgan xalqaro transkritsiya birligi. Masalan, book deb B-O-O-K deb yozilgan bo'lsa, uning yanida B degan bir tovush birligi, ya'ni U degan tovush birligi bilan K degan tovush birligi, shuni book. Undan keyin qayerga urg'u tushidi, qandaq joyga tovan urg'u, qandaq joyga yuqori urg'u tushidi deydigan urg'u belgilari bo'ladi lug'atda. Lug'at ishlatishni bilish intayin muhim. Shu jarayonda siz ingliz tili har bir so'zningki talaffuzini yaxshi egallay olasiz. Tordan foydalaning, Google'dan va shundaqla ingliz tili lug'atingizdan foydalaning. Agar ingliz tili o'rganayotgan bo'lsangiz, cho'qim tor lug'atini ishlasangiz bo'ldi. Agar o'zingiz yoqtiradigan, yaxshi ko'rgan lug'atlar bo'lsa, shuni setib olib, shuni setib olgan vaqtda uning tor nusxasini bo'ladi. Tor nusxasini telefoningizga tushirib olib, shuningdan anglab talaffuzingizni mashq qilsangiz bo'ldi. Yana bir saboqdash ig'iz tilini yaxshilashda shu tildagi kishilar bilan so'zlashishdan boshqa, ya'ni qanday unumli usullarni tavsiya qilasiz degan bir savolni so'ragan. Endi ig'iz tilini yaxshilashda oldi bilan tayyorlik puxta bo'lishi kerak. Ya'ni faqat siz shu xil tildagi kishilar bilan paranglashsangizla ig'iz tilingiz yaxshilanib ketishini atayin. Endi undaq deganlik shu xil tildagi kishilar bilan paranglashmang deganlik emas. Albatta shu xil tildagi kishilar bilan paranglashish ig'iz tilingizni yaxshilashninki intayin muhim bir usuli va ochquchi. Endi oldi bilan shu ig'iz tilingizni yaxshilash uchun qilishga tegishli bir qancha qadam bosqichlar bor. Ya'ni shu xil tildagi muhitdagi filmlarni, shu xil tilda so'zlashuvchilarningki kinolar deymiz, kundalik turmushdagi paranglar deymiz, shuni anglab tushunish kerak va uning ichidan siz tushungan ham yaxshi ko'rgan usullarni, ya'ni ifodalash usullarini qayta o'rganish, do'rash, shuni o'qishtirib deyish, so'zlash, buni mundaq deydi-ku, men keyin mushundaq ishlasam bo'ldi ekan deb o'rganishga to'g'ri keldi. Buni nurg'un qitim siz do'raysiz. Birisi masalan hey degan bo'lsa, hey desam bo'ldi ekanda, biz o'zimizning masalan Uyg'ur tilida bir kishiga hey demaymiz. Odatda desak biroz qo'pol bo'lishi mumkin. Hamda ingliz tilida u intayin normal bir hey degan gap, yaxshimisan, qanday ahvoling degandek ma'nolarni berdi. Ham demakchi bo'lganim, shu tildagi kishilar bilan paranglashishning oldida va paranglashish jarayonida ham to'xtamay ifodalash usullarini bayqash, shuni tepish, shuni yezib qoldirish yoki anglagan vaqtda qayta bu yaxshi bir usul ekan, shuni ishlasam bo'ldi ekan deb o'rganishga to'g'ri keldi. Demakchi bo'lganim,
to'xtamay faqat paranglashishlar emas, shu xil tildagi kishilar bilan paranglish intayin yaxshi bir usul, muhim bir o'tkal, hamda uning oldida va keyinda qilishga tegishli, ya'ni o'rganish jarayoni bor. Oldida qilishga tegishli o'rganish jarayoni siz demoqchi bo'lgan, ifodalamoqchi bo'lgan o'y fikringizni qandaq ifodalagili bo'ladi deganlarni tip chiqish, ya'ni nurg'un filmlarni ko'rish, kinolarni ko'rish orqali shuningda ifodalanayotgan yoki deyilayotgan gap so'zlarni tushunib, o'zingizga mos keladiganlarini yoki o'zingiz yoqtirganlaringizni, yaxshi ko'rganlaringizni tanlab, doğrab, o'rganish, so'zlash. Uningdan keyin, ya'ni shuni doğrab, yodlab olgandan keyin, o'rganib olgandan keyin, esda saqlab olgandan keyin shundaq kishilar bilan paranglish jarayonida shu jumlalarni tabiiy ishlata oladigan bo'lasiz. Endi paranglashga vaqtda yana umu bir o'rganish jarayoni. Siz o'zingizning ba'zi demoqchi bo'lgan, yetkazmoqchi bo'lgan uchurlaringizni, o'y fikrlaringizni dal joyida yetkazolmasligingiz mumkin. Bunda vaqtlarda qarshi tarafdan so'rashingiz to'g'ri keldi yoki qayta yana to'xtamay o'rganishingizga, qidirib tekshirishingizga to'g'ri keldi. Shunga deydiganim paranglashning oldida tayyorlikni puxta qilish, paranglashga vaqtda yana bu o'rganish jarayoni, ham paranglish bo'lgandan keyinmi yana to'xtamay o'zingiz yoqtiradigan jumlalarni, yoqtiradigan ifodalash usullarini tepib, shuni yodlab, o'zingiz shu tillik, ya'ni ingliz tillik kishilarningki talaffuzi va deyish, so'zlash usuli bo'yicha doğrab, mashq qilishingiz to'g'ri keldi. Ba'zida aynakka qarab so'zlaysiz, yana aynakka qarab so'zlagandan boshqa hozir qo'lingizda telefon bor, shu telefonda o'zingizning film kelib so'zlab baqsangiz bo'ladi. Ba'zi shunda qilish jarayonida o'zingizning so'zlaganlaringizni ko'rib anglasangiz, qanchalik so'zlay oladiganligingizni ko'rib yeta olasiz, ham qaysi nuqtalardan texmi yaxshilashga tegishli ekanligini texmi yaxshi puxta bila olasiz.